Qiz farzandi bor otalar baxtli. Qiz farzandi bor onalar baxtli. Qiz farzandi bor oilalar baxtli. Qiz farzand hasanotdir, o'g'il farzand ne'mat. Ya'ni-da bu dunyodan o'tganimizdan keyin o'g'limizdan va farzandlarimizdan so'ralar ekanmiz, qiz farzandi borlarga ajr hasanotlar beriladi. Ochig'i qiz farzandi borlarga ham havas qilsa bo'ladi. Chunki bu dunyoda juda ham mehribon insoni bor. Bu dunyoda esa hasanot savob beradigan insoni bor. Ikki dunyo saodati, ikki dunyo ne'mati qiz farzand. So'zim davomida aytib o'tib ketamanki, omonatga xiyonat qilayotgan insonlar bor. Oila qurgandan so'ng birovni qizini, birovni omonatiga xiyonat qilayotganlar, birovni farzandini zulm ostida qoldirayotganlar bor. O'zingiz o'ylab ko'ring, shunchaki misol qilib ko'ring. Bozorga bordingiz, kichik bo'lgan, juda ham kichik bo'lgan gul sotib oldingiz. Uni parvarishladingiz, unga qaradingiz, e'tibor berdingiz. U gul katta bo'ldi, endi ochildi, endi gulladi. O'sha vaqtda o'sha gulingizni siz ishonchli bo'lgan qo'lga berishingiz kerak bo'lib qoldi. Sotishingiz emas, berib yuborishingiz kerak bo'lib qoldi. Qanday insonni tanlardingiz? Qanday insonga berardingiz? Albatta omonatga xiyonat qilmaydigan, uni qadrlaydigan, siz kabi parvarishlaydigan insonga berishni niyat qilasiz va o'ylaysiz. Va shuni bilishingizni xohlardimki, yoningizdagi halolingiz, umr yo'ldoshingiz, u ham siz kabi erkagini qizi, erkatoyini qizi, erkalik qilishni xohlaydi. Uni suyanadigan boshqa insoni yo'q sizdan boshqa. Erkalik qilsa, jahl qilsa sizga qiladi, boshqa kimga ham qilsin. Ota uyiga mehmon bo'lgan qizlar. Shu qatorda aytib o'taman, iltimos sizlardan. Omonatga xiyonat qilmanglar. Qiz bola, ayol kishi jannatning kalitidir. Ularga jannatni xohlagan darvozasidan kirish imkoniyati berilgandir. Ayolingizga va qizlaringizga zulm qilayotgan vaqtingizda o'ylashingizni, fikrlashingizni xohlardimki, sizning ham onangiz ayol. Sizning ham onangiz ayol, sizning ham onangiz ayol. Tafakkur qiling do'stim. Islom tarbiyasi go'zaldir. Qizlarimizga va ayollarimizga, onalarimizga va singillarimizga va qiz farzandi bor oilalarga, singillari bor akalarga, opalari bor ukalarga, qizlari bor otalarga tubo jannat qulluq bo'lsin. Jannatlar muborak bo'lsin deb qolaman. Barakallohu fikum. Salomat bo'linglar.